Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Mana Markaziy Osiyo tahdidlari haqida gapiradigan bo'lsak, kuni kecha Afg'oniston Respublikasining provinsiyalarining birida bitta radikal islom g'oyalariga ega domlami deymiz yoki boshqa narsa deymizmi, Markaziy Osiyo davlatlariga, jumladan O'zbekistonga ham, boshqa davlatlarga ham jihod qilishini chaqirgan. Bir adashmasam sentyabrdami, oktyabrdami Pokiston Afg'onistonga yaxshilab adabini berib qo'yganda. Endi mana bu holatdan keyin o'sha 2 oy, dekabr, yanvar oylari davomida 2 oy ichida Afg'onistondan Tojikistonga 29-yanvar o'tar kechasi yanada 5 nafar terrorchilar chegarani buzib kirishga uringan. Oqibatda 3 kishi yo'q qilingan, qolganlari ikkalasi qochib ketishgan Afg'oniston tomonga. Bu albatta bir tomondan Rossiya Federatsiyasining o'yini ham bo'lishi mumkin, chunki Rossiya Federatsiyasining Tolibonni, garchi bu ekstremistik tashkilot, uning hukumati tan olgan. Ikkinchi tomondan esa haqiqatdan ham baribir terrorchiligini qiladi-da. Qancha biz misol uchun elektr energiya beryapmiz, qancha biz gumanitar yordam ko'rsatyapmiz, lekin meni fikrimcha u narsa mutlaqo qilish kerak emas, chunki chiya bo'rini qancha boqmasang baribir o'rmonga qaraydi. O'sha uchun meni fikrimcha balki ayrim siyosatchilarimiz ham bunday sehrli ishlar Afg'onistonga nisbatan oz bo'lsa ham yig'ishtiradi. Ular ham o'zini joyini bilsin, ularga emas, nafaqat O'zbekistonga, boshqa mintaqa davlatlarga sakrashi joyini bilish kerak terrorchilar albatta. Shu bilan birga bu hammamiz uchun yana bitta ogohlantiruv. Любой paytida, любой jarayonida bizlarning milliy armiyamiz ham turli xil tahdidlarga tayyor bo'lish kerak. Ikkinchidan esa yana bitta muammo, har birimiz ham provokatsiyaga berilmaslik kerak. Imkon boricha mana bu terrorizm bilan bog'liq holatlar yo boshqa narsalar haqida xabarga ega bo'lsak, zudlik bilan o'sha davlat xavfsizlikka xabar berishimiz lozim. Albatta mana bugungi kunda Turkiy davlatlar birlashtirishi meni fikrimcha tezlashsa yaxshi bo'ladi, chunki bu nafaqat qandaydir iqtisodiy yoki boshqa ittifoq, bu ham harbiy ittifoqga ham aylanishi kerak, chunki bunday tahdidlar Rossiya Federatsiyasi ham yetmaganda yana Afg'oniston ham qala ko'tarishni boshlabdi. O'sha uchun albatta agar barcha o'sha Turkiy davlatlarining davlatlari bitta qandaydir kuchli harbiy ittifoq qilsa, u ham meni fikrimcha maqsadga albatta muvofiq bo'ladi. O'z navbatida men aholimizga, yoshlarimizga aytmoqchi edim, unaqa bema'ni gaplarga, jumladan O'zbekistonda jihod qilish kerak, hokazo mutlaqo ishonish kerak emas, chunki ularga ham emas, 1999-2000-yillarda o'ziniki yeb qo'ydi-da yaxshilab ular. Ularga emasda unaqa narsa qilishi. Undan ko'ra kimdirga jihod qilishdan ko'ra birinchi o'ziniki hayotini tiklab olsin-da. Nech minglab afg'onliklar o'lgan. Lekin Tolibonning shuni ko'zi ham ochilmaganda hali. O'sha uchun meni fikrimcha har bitta odamda o'ziga yarasha fikr mulohaza bo'ladi. Albatta fikrlaringizni kommentariyada kutaman. Hammaga sog'lik, salomatlik, charchamanglar. Asosiy like bosishni ham unutmanglar.